O'zbekiston Respublikasi Nogironlar assotsiatsiyasi Farg'ona viloyati hududiy bo'limi tomonidan Toshloq tumanida imkoniyati cheklangan, o'zgalar e'tiboriga muhtoj hamyurtlarimiz uchun iftorlik dasturxoni yozildi. Unga Farg'ona, Marg'ilon, Quvasoy shaharlari, Toshloq, Yozyovon, Farg'ona tumanlarida istiqomat qiluvchi 100 nafarga yaqin fuqarolar taklif qilindilar. Bu yurtda ana shunday imkoniyati cheklangan shaxslar doimo e'tiborda. Shunisi muhimki, xasta ko'ngillarda shu muqaddas zaminga, tinch va osoyishta hayotga mehr, muhabbat tuyg'ulari o'zgacha. Ular doimo hayotga shukrona keltirib istiqomat qiladilar. Garchi imkoniyatlar cheklangan bo'lsa-da, hayot yo'llarida siz bizga o'xshab qadam tashlashga, yurt istiqboli uchun fidoyi inson bo'lishga harakat qilishadi. Shu kuni ularga izzat ikrom ko'rsatildi. Yoshligimizda mana e'tiborsizlik bo'lib, ikkinchi guruh nogironi bo'lib qo'yganman. Mana bugun Toshloq tumanida shu tadbirkor opamiz bizga o'xshagan nogironlarni dasturxon, iftorlik dasturxoni yozib taklif qilgan ekan. Har xil toifadagi nogironlar chetda, hammamiz bir-birimizdan diydor ko'rishdik, bir-birimiz bilan tanishdik. Jamiyatda mana hammamiz o'rnimiz borligini his qildik. Bu yili Ramazon oyi ko'tarinki kayfiyatda o'tyapti. Muhtaram prezidentimiz tomonidan mana bizga o'xshagan nogironlarga, kam ta'minlangan xonadonlarga, ehtiyojmand oilalarga mana 500 mingdan 1 milliongacha toifasiga qarab bir pul ajratildi. Bu ham bizni e'tibordan chetda qolmaganimizning samarasi bu. Buning uchun biz kattakon rahmat aytamiz. Mana iftorlik qilib berishlar hammamiz xursandmiz, minnatdormiz shulardan. Alloh rozi bo'lsin. Qilgan ihsonlarini Allohim o'zi ijobat qilsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Ramazon mehr, muruvvat, ahillik va shukronalik oyi. Qutlug' kunlarda mehrga muhtoj insonlarga e'tiborli bo'lish, ularning ko'ngillarini yo'qlash savobli amallarimizdan biri. Toshloq tumanida bo'lib o'tgan iftorlik tadbiri buni yaqqol ko'rsatdi. Saxovatpesha homiylarning ezgulikka yo'g'rilgan ishlari ko'ngillarga iliqlik baxsh etdi. Nogironlarga qatnov asosida qarab turish, maishiy xizmat, uy sharoitida qarab turish xizmatlarini tashkillaganmiz. Hozir qo'limizda 10 nafar ishchi xodimim bor. 5 nafari nogironligi bor shaxslar. Shu kunlarda mana ro'za Ramazon munosabati bilan iftorlik dasturxonlarini tashkilladik. Imkoniyati cheklangan fuqarolarga, nogironligi bor shaxslarga qo'limizdan kelgancha homiylar asosida tashkilladik. Homiylarimizga ham rahmat, saxovatpesha insonlar ko'p ekan. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Shunaqa saxovatpesha insonlar ko'paysin. Prezidentimizning muborak Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risidagi qarorida mohi Ramazonni yuqori saviyada o'tkazish, diniy, ma'rifiy, madaniy qadriyatlarimizni asrab-avaylash va ulug'lash maqsad qilib olingan. O'tkazilayotgan bu kabi tadbirlar esa xalqimiz o'rtasidagi ahillik va insonparvarlik jihatlarini namoyon etmoqda.